Ko'nglim qattiq og'ridi. Tabiatan shunaqaman, tez xafa bo'laman. Lekin bu safar oshib tushdi. Birinchi smenada 2 soat darsim bor. Farzandlarimni kiyimini tayyorladim. Ularni choyini taxlab, dorimni ichib oldim. Tishim bilan bog'liq biroz muammolar bor, doktor dori yozib bergan. Ishga ertaroq ketmasam bo'lmaydi. Ishxonam uyimizdan ancha uzoq, shu sababli bog'chaga ham ukalarini katta o'g'lim olib boradi. Dadasini plastik kartochkasini olganman. Nimagadir ularni plastikdan pul ishlatish menga yoqadi. O'zimni plastiklarim rosa ko'p, kamida 4ta-5ta chiqsa kerak-ku. Lekin ularni rangi oqmasda. Poyezd keldi. Yo'lga chiqishim kerak. Fikr-xayolim shanba kungi voqeada. Hozirgi o'quvchilarga hayronman. Qanday qilib o'zida jur'at topadi o'qituvchisiga gap qaytarishga? Nimaga biz bunday qilmaganmiz? Shumlik qilsak, ota-onangga aytib beraman degan so'zni eshitishimiz bilan ko'zimizda yosh aylanardi. Ustozimizdan kechirim so'rab, qayta takrorlanmasligiga va'da berardik. Biz ham tosh asrida yashamaganmiz. Bizning davrimizda ham telefonlar, kompyuterlar bo'lgan. Ulardan faqat kattalar kerakli maqsadlardagina foydalanishgan. Farzandingizga telefon olib bermang demayman. O'zimning ham farzandimda telefon bor. Biz ishdamiz, ulardan xavotir olamiz. Telefon orqali gaplashib turishimiz juda muhim. Qimmatbaho sensorli telefonlarga pulimiz yetadi, lekin unday telefon olib berishni o'zimiz xohlamaymiz. Uning qo'lida oddiy Nokia knopkali telefon bor. Siz qanday fikrdasiz bilmadim-u, lekin biz qo'liga olib berib qo'ygan o'sha qimmatbaho telefonlarimiz orqali ko'rayotgan videolari farzandlarimizga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Ularni juda qo'rs, betga sapchiydigan, qo'shtirnoq ichida juda aqlli qilib yuboryapti. Olib berishdan oldin o'ylang. Haqiqatdan o'sha matoh farzandingizga kerakmi? Agar kerak bo'lmasa qo'ying. Bola bolaligini qilsin. Guldek davrini keraksiz videolar tomosha qilish bilan o'tkazib yubormasin. Biz ularning yoshida bo'lganmiz, lekin ular bizning yoshimizda bo'lishmagan-ku. Agar biz ularga oq va qorani bir-biridan ajratib bermasak, ular qayerdan biladi oq nima, qora nima? Shanba kuni edi. Katta qiziqish bilan dars o'tyapman. Mikroskop olib kirdim. Hali maktabda yangiman. Balki ularning ko'ziga tajribasiz ko'rinarman. Bu o'quvchini meni qabul qilishi juda qiyin bo'lyapti. Kechikib kirdi, o'qimagan, daftari yo'q, gap qaytaryapti. Uydagilari chaqirildi. Xuddi shu xonada ular bilan suhbat o'tkazildi. Faqat meni darsimda emas, balki bu o'quvchi bilan boshqa darslarda ham muammolar bo'lgan. Qilgan ishlaridan pushaymonligini, qayta takrorlanmasligini aytib uzr so'radi. Umid qilamanki, bu o'quvchimiz hammasini tushunib yetdi. Darslarimni tugatib, uyga qaytyapman. Hozir kuz, kunlar qisqargan, kech tushib qoldi. Tezroq uyga borishim, qorni och 3ta polapon meni kutib o'tirishibdi. Ularni qornini to'yg'izishim kerak. 6 yildan beri dekretdaman. Tezroq ishga chiqishni, mana shu sentyabr tezroq kelishini qanchalik kutgandim. Shu desanglar, uyda 3ta bola bilan juda ham zerikib ketdim. Asablarimni tamom qildi, charchadim. Tezroq ishga chiqmoqchiman deyishga debman-u, lekin ishga chiqsam har bir sinfda 30tadan bola meni kutib turgani haqida o'ylab ham ko'rmabman. Shunga aytishsa kerak-da, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozu deb. Mana endi o'sha tarozi pallasini tenglashtira olmay sarsonman. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi.